Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, kanalimizning a'zolari. Demak, bugun biz sizlarga navbatdagi darsni o'tib berishga harakat qilamiz. Esingizda bo'lsa, biz birinchi darsda edik, ya'ni jismalosh bu ustoz degan mavzuni o'tayotgan edik. O'tgan safar bundan oldingi videoni ko'rsangiz, o'zingiz ham guvohiga aylanishingiz mumkin. Birinchi dialogni ko'rib chiqdik. Bugun esa e'tiboringizga ikkinchi dialog va undagi so'zlar bilan tanishib chiqamiz. Demak, uning sarlavhasiga ahamiyat qaratadigan bo'lsak, birinchi so'zimiz bu taynan bo'lyapti. O'tgan safargi darsimizda alohida ta'kidlab o'tgan edikki, bu tayning tarjimasi unchalik emas. Undan keyin fe'l yoki sifat keladi deb. Demak, bugun sizlarga o'rgatadigan birinchi so'zimiz bu nan bo'ladi. Qani sizlarga bir savol beraylik. Xitoy tili qiyinmi, qiyin emasmi sizni fikringiz bo'yicha? Albatta, har kim har qanaqa javob berishi mumkin. Ba'zilar uchun juda ham qiyin, ba'zilar uchun qiyin emas. Demak, nan degani o'rtoqlar qiyinga to'g'ri keladi. Nan bu tay nan bo'ladigan bo'lsa, unchalik qiyin emas degan ma'noni bildiradi. Demak, sizlar bilan bugungi darsimiz bu taynan deb nomlanar ekan. Demak, zay jiao shi, ya'ni bu qafas ichida ketayotgan so'zlarni tanishib o'tamiz. Birinchisi zay bu o'rin payt kelishik qo'shimchasi hisoblanadi. Ona tilini bilganlar hozir uni tarjimasini topib bo'lishdi. Da ma'nosini belgilaydi. Uyda, ko'chada, Xitoyda va hokazo. Bundan tashqari yana ma'nosi bor va bunga alohida to'xtalib, keyinchalik alohida to'xtalib o'tamiz. Undan keyingi so'zimiz jiaoshi. Bu so'zni ham eslab qolasiz. Ko'p ishlatiladigan so'zlardan bittasi jiaoshi degani auditoriya bo'ladi. Ya'ni darsxona, sinfxona deb nomlanadi. Demak, tekstimizda qafas ichida kelayotgan zay jiaoshi degani auditoriyada, sinfxonada bo'lyapti. Demak, bu zay o'rin qayerni bildirib kelsa, o'sha yerdan oldinga qo'yiladi. O'zbek tilida bo'lsa, o'rin payt kelishik qo'shimchasi so'zdan keyin keladi. Shu jihati bilan xitoy tilidan farqlanib turadi. Zay jiaoshi demak auditoriyada. Lili va Lintao. Lintao ham shaxs, o'quvchi, ikkalovi suhbat qilyapti. Demak, Lili so'radi: "Ni xuesi yuwanma?" Bu yerda o'rganadigan birinchi so'zimiz yuan. Shu bilan parallelni o'tib ketamiz. Han yu degan so'zlarni. Demak, yuan degani tilga to'g'ri keladi. Bu qaysi til? Endi bu sharoitga qarab tushuniladi. Misol uchun biz ham o'zimizning ona tilini darsini yuvan deb atasak ham bo'ladi. Demak, shu bilan parallelni bir so'z o'rgatib ketyapman. Han yu. Han yu bu so'z Xitoy tili bo'ladi. Xitoy tili ma'nosini bildirib keladi. Undan keyin oldin kelayotgan so'z esa xuesi. Ba'zi holatlarda si tushib qolib, xueni o'zi ham kelishi mumkin bo'ladi. Xuesini tarjimasi o'rganmoq, o'qimoqqa to'g'ri keladi. Demak, o xuesi han yu bo'ladigan bo'lsa, o xuesi han yu bo'ladigan bo'lsa, men Xitoy tilini o'rganaman. Yoxud o xuesi yuan bo'lsa, men til o'qiyman degan ma'noni bildirib kelyapti. Endi bular birinchi marotaba ko'rishyapti, shuning uchun Lili savol beryapti. Ni xuesi yuan ma desa, Lintaoning javobi esa doy deb bo'ldi. Bu so'zni ham o'rganib olasizlar. Juda ham kerakli so'zlardan. Doy degani o'rtoqlar to'g'ri degani. Bundan tashqari o'ziga yarasha boshqa ma'nolari ham mavjud. Bular bilan keyingi o'rinlarda tanishib chiqsak bo'ladi. Demak, birinchi so'zimiz doy, ya'ni birinchi ma'nosi doy, ya'ni to'g'ri ma'noni bildirib keldi. Demak, bu so'radi: Ni xuesi yuwan ma doy.
San tilni o'rganasan desa ha deyapti. Endi Lili savol berdi. Ni juyada nanma. Nini bildik. Sen keyingi so'zimiz juyada ko'rinishda bo'ladi. Juyada degani o'zi asli tarjimasi his qilmoq bo'ladi. Undan tashqari o'ylashimcha, fikrimcha, fikrlamoq, o'ylamoq ma'nolarini bildiradi. Demak, o'zingizni bir holatga fikringizni aytmoqchi bo'lsangiz, juyada jumlasi bilan birikmasi bilan boshlaysiz. Juyada deysizda o'zingizni fikringizni keltirib o'tadi. Misol uchun, juyada han yu bu taynan. Juyada han yu bu taynan. Menimcha, meni fikrimcha, meni o'ylashimcha Xitoy tili unchalik qiyin emas. Juyada bo'ladi. Ana endi kimdirni fikrini bilmoqchi bo'lsangiz, ni juyada nimadir ma ko'rinishda keltirishingiz mumkin. Demak, sizni fikringizcha mamnaqa ma ko'rinishda buni ishlatasiz. Demak, Lili aytadi, ni juyada nanma, saningcha bu taynan. Unchalik qiyin emas deb javob berdi. Tekstni bir qaytarib chiqamiz boshidan oxirigacha. Ni xuesi yu ma de. Ni juyada nanma bu taynan. Qisqagina dialog edi va uni qo'ldan kelgancha kengroq tushuntirib berishga harakat qildik. Umid qilamanki, bugungi darsimiz ham sizlarga ma'qul keldi. Ma'qul kelganini layklaringiz orqali va dars haqidagi fikrlaringizni izoh orqali bilib qolamiz o'rtoqlar. Bizni kuzatishda davom eting. Bizdan uzoqlashmang. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.